Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ehson Abdul Quddus. Misr. 20-bob. İbrahim turmadan qochishdan ilgari og'aynlari bilan plan tuzgan. Ya'ni og'aynlari uni amal qilib Misrdan chiqarib etmoqchi bo'lgan edi. Ular Aleksandriyadagi bir saptishi bilan, ya'ni paraxodlarga mol qachilash, tushirishni o'ttiga olgan savdogarning o'g'li bilan aloqalashib, u orqali İbrahimni portda turgan biror paraxodga chiqarib qo'yish. Paraxod Marselga, ya'ni Fransiyaning Marselga borgandan keyin boshqacha ish qilishni kelishgan edi. İbrahim ofitser kiyimini kiyib, muhitlarning uyidan chiqqanda iftor vaqti bo'lg'achqa ishik baqar, iftor qilish bilan bo'lib ketib, uni ko'rmay qoldi. İbrahim Nil daryosi ko'chasiga qarab tez mangdi. Ko'chada odam yo'q. Bir chorlig'uchi askar daryo bo'yidagi tom tuvida o'ltirib iftor qilyotdi. Uning oldida bir non, bir parcha erimchik va bir bosh turib turadi. İbrahim ixtiyorsiz g'o'diqib ketdi. Biroq tezla o'zini tutib oldi-da, oldiga qarab mengayverdi. Chorlig'uchi askar uni ko'rib, darhol o'rnidan turib salom berdi. Oldirab ketganlikdan yeyotgan turibimi yerga tushib ketdi. İbrahim u askarning salomini yenidan o'tib ketgandan keyin ko'rib qilib, javoban salom berdi, ammo orqasiga qaramadi. Yaqinla yerda uni mashina saqlab turadi. U Fathi Malijining mashinasini tonudi. Chunki o'z vaqtida ular yoshirin o'ltirish harakatlarini ilib borganda bu mashinani ko'p ishlatgan edi. İbrahim qadamini tezlatdi. Mashinaning yeniga kelgandimi, sur'atni ostilatmadi. Chetda turgan kishi uni hargiz shu mashinaga chiqadigan odam deb o'ylamaydi. İbrahim başını içige qarab, Fathi Maliji bilan Mahmud Arafini ko'rdi. Mahmudmu onun saptishi bo'lib, Soda institutining o'quvchisi edi. İbrahim shaqqida burilib, mashinaga chiqdi. Mashina o't oldi. Fathi bilan Mahmud orqasiga burilib İbrahimga qaramadi. Uchaylan gap so'z qilishmadi. Mashina mangdi. İbrahim uliga qarab o'ltirdi. Mashina bir necha minutdala Jiz maydonidan Al-Ihram ko'chasidan o'tib, Aleksandriya ko'chasiga burildi. Biz soat 11 dan burun Aleksandriyaga berib bo'lishimiz kerak, dedi Fathi boya uzilib qolgan gapini davomlashtirgandek. Abdul Aziz bizni soat 11 da Taryanun qahvasida saqlab turmoqchi. Hazır saat qancha bo'ldi? So'radi İbrahim eg'ir besiqlik bilan. 7 dan 15 minut o'tdi, dedi Mahmud İbrahimga qaramayla. Bemalol yetib boralaydi ekanmiz. Fathi sal ostroq hayda. Chazida bizni to'sib olishi mumkin, dedi İbrahim. Fathi talashmasdanla sur'atni ostilatdi. Uchaylan planining konkret halqalari ustida so'zlashdi. Türmüge, tutqun lagerga solinib ketgan va qo'lga ilinmagan sapdoshlarining gapini qilishdi. Siyosiy xabarlar va Homanbek kapitan Daba ustida paranglashdi. İbrahim o'zi yoshiringan oila to'g'riliq so'zlamadi. Boshqalarmi so'ramadi. İbrahim parang davomida ilgirkidek qizg'in bo'lmadi. Burunqidek halqiliq, nozik masalalarni o'ttirga qo'yib, muhim nuqtalarni ichib tushuntiribmi bermadi. U g'amkin, ruhsiz edi. Mashina Aleksandriyaga yaqinlashgan sari qopqi tushib ketyapti. Uning ko'ngli bir yerda bo'lmag'ach, qachish planining konkret halqalarini o'ylab bir boshqa chiqolmadi. Sapdoshlari haqidagi paranglarga, siyosiy xabarlarga ancha qiziqmadi. Uning butun o'y xayoli Misrdan tezroq chiqib ketishda qolgan edi. Qo'rqinchli, vahimalik tuyg'u xuddi qora yomg'ir bulutidek uningga yopirilib kelmoqda edi. U Misrdan ketib nima qiladi? Fransiyada yursa nima qimmatda bo'ladi? Tirik yurgani bilan qanchalik qadr qimmatda bo'ladi? Yaqin yurtlarda musofirchilikda o'tgan hayotining nima lazzati bo'lsin? Uning u yerlarda nishoni, istiqboli yo'q. U qizg'in so'ydigan narsalar yo'q. Kindiqqini oqqan, oq sut berib baqqan ona tuproqni u endi ko'rolmaydi.
ota-ona sepdaşlarını görelmeydi. Sepdaşları bilen bille küreş kılalmaydı. Naval İbrahimning yuragi Navalga talpin etdi. Chunki Naval İbrahimning hayotida jimmida paydo bo'lgan umidi edi. Ammo endi Navalni mangu ko'rolmaydigan bo'ldi. U 20 yildan keyin, ya'ni uningga ortilgan jinoyat qonuniy jihatdan kuchdan qolganda ondan qaytib kelalaydi. 20 yil. Buncha uzun yillarni u xuddi palash bo'lib qolgan odamdek o'tkazadi. Onunda ne muhabbet, ne vatan bo'lmaydi. Faqat quruq aslimalar qoladi. Naval ikkisini bepoyon o'ttira dengiz ayirib turadi. Xolos. İbrahim ixtiyorsiz ochiq kulib qo'ydi. O'smir vaqtlarida u Fransiyaga berishni, dunyoni aylanishni orzu qiladi. Hatto tushlarida doimdagidek o'zining Misrdan ayrilganligini ko'radi. Mana hozir balaliq chog'laridagi tushi amaliyotga aylanganda shu tushlarining razilligini va rahimsizligini his qilmoqda. Shu chog'larda u shirin tush emas, qabohatlik tush ko'rgan ekan. U mashina derazasidan yo'l yoqasidagi qumliqqa nazar tashladi. Vah, nima degan go'zal. Onunğa aşı qum barxanlarımı hayat tıxbadək bilindi. Onun qumluqni qanğıca körüp alğısı keldi. Navada şunundan keyinla közü əma bolup qilib, qumluq hayatıda ən axırqı qitim körüp qalğan nərsisi hesaplansımı püşayman qılmaydı. O qum barxanlarını özünün qəbrisidək his qilib, ulağa mehrini üzəlməy qarab ketdi. O özünün muşu zımınğa, Mısırның hər qandaq bir yeriga dəpnə qılınışını ümid qıldı. Maşina 10 kilometrlik çegrağa yaqinlashqanda sür'atini teximi ostilatdi. Askar qo'lini pulanglatib, mashinani to'xtatishga ishorat qildi. Lekin mashina to'xtamay asta mangdi. Askarlar İbrahimning ofitser formasini ko'rib, qo'llarini ko'tarib salom berdi va mashinaning nomerini yozib olgandan keyin qo'yibdi. İbrahim ular yuzimni ochiq ko'rib qolmasin deb, ularga ingishibroq turib salom qaytirdi. Mashina chegaradan o'tgandan keyin sur'atini tezlatdi. İbrahimning qalbini yana g'am bulutlari bosdi. U cho'nqur xiyollarga g'arq bo'ldi. Misr, Naval, o'zining kurash nishoni, dadisi, opisi, u o'ylagan sari o'zini ojiz, zaif his qilib o'zidan nafratlandi. O'zining qochoq bo'lib qolganligi, har bir to'salg'uga yo'liqqanda sarosimiga tushadiganligiga o'shtiki keldi. U o'zida jinini ilib qetishni cho'ngroq nishon bo'lishini, mangu hujum qilishga tayyor turishni, o'z dushmanlariga, vatanining dushmanlariga o'q chiqarishni, sabdoshlariga hujum qilish plani tuzib berishni o'yladi. İbrahim burun shundoq qilg'ashqa, hozirmi shundoq qilishni orzu qiladi. Qechish planining amalga oshmasligi, Misrdan ketalmay qilishini tilaydi. Shunga u chetga qochaman deganni ko'nglidan chiqarib etishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, amal bo'lmadi. Bu xiyollar go'yo yiroqdan yaqinlab kelayotgan dumboq ovozidek uning qalbida aks sado yangratdi. Mashina Aleksandriyaga keldi. Bir necha ko'chadan aylanib o'tib, Zug'lul ko'chasining yanidagi Ramul maydonida to'xtadi. Mahmud Arafa mashinadan tushdi. U egiz bo'y, o'riq kelgan, ko'zlaridan samimiylik chiqib turadigan farosatlik chechan yigit edi. U Taryanun qahvaxonasiga kirib, bir ustalda o'ltirgan yigitga salom berdi-da, yenida o'ltirdi. Ikkalan birdan pichirlashdi. Ondan Mahmud Arafa o'rnidan turib qaytib chiqdi. Fathining yeniga chiqib o'ltirdi va Saydi Bashar 20 minutdan keyin dedi. Mashina dengiz bo'yidagi ko'cha bilan xuddi sayliga chiqqan odamlar o'ltirgandek nihoyatda asta mangdi. Mahmud mashinaning derazasidan beshini chiqarib ko'chadagi bir qizga isqirtdi. "Qara seni, bo'ridan qochib yo'lvasqa tutilmayli yana", dedi Fathi Malichi. "Bu mu bir yoshirinish harakati emasmi?" deb qaqaqlab kuldi Mahmud. Ular İbrahimni kulamdikin deb orqaga qarashdi. İbrahimning qopoqlari turilgan holda bakla xafa o'ltiratdi.
Ular kulkisini to'xtatib, bir-biriga savol nazari bilan qarab qo'yishdi. Chunki Ibrohimning o'zi tuzgan planini ijro qilganda hargiz bunday holatda bo'lmaydiganligi ularga ma'lum edi. Mashina Saydi Basharga kelib, Angliya askarlarining gazarmasiga boradigan yo'lga tushdi. Qorong'u yo'l yoqsida bir mashinaning turganligini ko'rgan Fathi mashinaning chirig'ini 3 qatim o'chirib, 3 qatim yondirdi. U mashinaning chirig'imi 3 qatim o'chib yondi. Fathi mashinani asta haydab, heliqi mashinaning yonida to'xtatdi. Orani birdan jimjitlik bosdi. Mashinadagilar tapanchalarni ching tutdi. Mahmud u mashinaning shofirini tonib, mashinadan tushdi-da, uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Assalomu alaykum, Abdul Aziz. Kechikib qolib seni saqlatib qo'ydik. Hech qisi yo'q. Qani, mashinadan tushinglar, dedi Abdul Aziz. Shofir Mahmud Fathi bilan Ibrohimga Abdul Azizni tanishtirdi. U Aleksandriyadagi inqilobchi bo'lib, Ibrohim tonimaydi. Ular qumliqdagi tar yo'l bilan mengib Kabening yeniga keldi. Boshqa Kabelardan xeyli yiroqdagi bu Kabeda kirsin chiroq yenib turadi. To'rtaylan plan ustida konkret so'zlashdi. Abdul Aziz Gretsiya paraxotining matrosi bilan so'zlashib qo'ygan bo'lib, u paraxot ata Beyrutga berib, u yerdan Marselga boradi. Ibrohim ko'mir to'shiydigan ishchi qiyofatida yasinishi lozim edi. Abdul Aziz uningga saxta puhrolik guvohnomasi tayyorlab qo'ygan edi. Ibrohim shuning bilan portga kiralaydi. Abdul Aziz uni ko'mir to'shiydigan portda heliqi matrosga tanishtirib qo'yish uchun saqlab turmoqchi bo'ldi. Abdul Aziz ketdi. Fathi mashinaga moy qachilab qaytib keldi. Uchaylan bir kecha uxlamadi. Atdigan soat 5da Abdul Aziz keldi. U bir quruq ko'ni kiyim bilan bir parcha ko'mir olg'ash kelgan edi. Ibrohim u kiyimlarni kiydi. Paskina ham qop-qora shim uningga kalt kelib qoldi. Ko'nglakmi qasmoq, yirtiq edi. Abdul Aziz Ibrohimning yuziga, qo'liga, maydalari va putiga ko'mirni surkidi. Ondan xuddi rassomlar rasmiga yiroqdan qarab baqqandek Ibrohimga boshdan oyoq qarab chiqdi. Bo'ldi. Agar bizmi bu ishni qilgan bo'lsak, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Dedi u Aleksandriya talaffuzi bilan. Undaqda biz yo'l topalamdik. Abdul Aziz mashinasini haydab oldida mangdi. Ibrohim Fathi bilan Mahmudning mashinasiga tushib, orqada mangdi. Boshqalar ko'rib hayron qolmasin deb Ibrohim mashinada yetib oldi. Uning puti yalang oyoq, ustida nepiz, yirtiq kiyim bor edi. Paskina yirtiq shimning yonchiqida saxta guvohnoma, Fathi bergan 50 font sterling, Zohir apandi bergan 5 font sterling. Orasiga bağaqcha qistirilgan kichikkina Qur'oni Karim bo'lib, bağaqchida naval yozgan Muhammad Allohning elchisidir degan xat bor edi. Portga oz qolganda Ibrohim yotgan peti so'radi. Fathi, men sening uyingga avatgan qiz esingdimi? Esimda. Dushanba kuni soat 11da sen Abdul Minim maydoniga berib qarab baq. Uni uchirtishing mumkin. Mening nega ketganligimni aytmay, uni xotirjam qilib qo'ygin, dedi Ibrohim hasratlangandek xursinib qo'yib. Bo'ladi, dedi Fathi. Unutib qolmajimi, dedi Ibrohim yig'lamsirgandek. Ma'qul, dedi Fathi texmi hayron bo'lib. Ish bir yoqliq bo'lmog'icha bizning uydagilar bilan aloqalashma. Bo'ladi. Biz 6-ishkinida paraxot qo'zg'alg'icha saqlab turamiz. Sizlar olmishib turinglar. Bu yerda turmasanglarmi bo'ladi. Mashinadami saqlamanglar. Birer qahvaxonada o'ltiringlar, dedi Ibrohim. Mashina 6-ishikdan xeyli yiroqda, portning temi tubida to'xtadi. Mahmud atrofga tez bir qarab etib, hech ish yo'q, dedi. Uning ovozi to'van, ammo hukm e'lon qilgandek nihoyatda keskin chiqdi. Ibrohim o'rnidan turib mashinadan tushdi. U yalang oyoq peti kayniga qaramay oldiga qarab mangdi. Fathi bilan Mahmud yurakka ezilgan, ko'z chanoqlari yoshga to'lgan holda uning kaynidan qarab qoldi. Ibrohim port darvozasiga borganda askarlar to'sib olmadi.
uning eski kiyimlari, yuzi va maydasiga surkalgan qora kuya uningga yo'l xati bo'lgan edi. U darvozadan o'tib yana xiyolga patdi. Uning ko'zlaridan zeraklik chaqnab tursimi, qechishning vahimasidan yuragi og'ziga tiqilibla qolgan edi. U atrofga qarab, yiroqda turgan Abdul Azizni ko'rdi. İkisi işaret qilishib olgandan keyin Abdul Aziz oldida mangdi. İbrahim onunğa yiroqdan agishib mangdi. Ular xeyli uzun minib ko'mir to'shish portiga keldi. Abdul Aziz bir kichik botkaga kirib ketdi. U dadasining ish boshqaradigan ishxonasi edi. Birozdan keyin Abdul Aziz botkadan chiqib, yeniga kelib bo'lgan İbrahimga vaqirdi. Qandaq nimasan? Manga velosiped elib beramdikin deb turamsa, qo'lingga sevat olmamsa? İbrahim beshini sangilatib, bir chetda do'linib turgan sevatdan birini oldi. Abdul Aziz portda to'xtatib qo'yilgan paraxotning shotisiga qarab mangdi va yaqin kelib shoti yonida turgan matros bilan paranglashdi. Matros shoti bilan paraxotga yamashgan edi. İbrahim uning kaynidan shotiga esildi. Matros İbrahimni boshlab paraxotning ostinqi qavitiga tushib, to'mir qapaskala o'xshashadigan nam va qorong'u bir yerga kirdi. Bu paraxotning ko'mir qachilash ombirining yeni bo'lib, paraxotning o'txonasiga yaqin edi. Sen bu yerda biz yetib borguncha turasan. Men sana yeydigan narsalarni akilib beraman, dedi matros. İngilizchani buzib so'zlab, İbrahim beshini lingshitib, qo'lidagi sevatni ostiga qo'yib o'ltirdi. Matros chiqib ketdi. Bir ozdan keyin biroz bolka bir konserva akilib İbrahimga berdi. Paraxotning mingish vaqtini aytib berib, ba'zi ishlarni topildi. Oyoq tevishi anglanib, uning gapini bo'lib etdi. Orqadanla eshik tövida bir matros paydo bo'ldi. U İbrahimni ko'ribla, heliqi matros bilan gerektirida takallashib ketdi. İbrahim ularning gapini tushunmagachga, gap qilmay ansizlik ichida o'ltiraverdi. Bu odam pul olaman deydi, dedi avvalgi matros. İbrahim gap qilmay yanchiqidan 5 funt sterlingni elib matrosga berdi. U matros ancha rozi bo'lmagandek pulga qarab qo'ydi-da, yanchiqiga selib chiqib ketdi. Bilamsa, bu paraxot Beyrutdan Aleksandriyaga qaytib kelib, ondan Marselga boradi ekan, dedi avvalgi matros sherikining kaynidan chiqib ketib o'tib. İbrahim tengirqab, ittik so'radi. Nima ish bu? Menmo heliqi matrosdan hozir bildim, dedi matros ingliz tilida. Matros chiqib ketdi. İbrahim nima qilarini bilmay o'ltirib qoldi. Butkul muskullari tortishayotgandek bo'ldi. Bu paraxot Beyrutga berib, Aleksandriyaga qaytib kelib, ondan Marselga borguncha 3 hafta ketadigan gap. U shuninggacha bu to'mir qapas ichida o'ltira olmaydi-da. Ular sezib qilishi yoki keyin kelgan matros yana pul ber deb turib olishi mumkin. Paraxot Aleksandriyaga qaytib kelganda ularning uni soqchiga topshirib berishi ehtimoldan yiroq emas. U bu yerda tura olmaydi. Paraxotdan tez tushib ketish kerak. İbrahim shu niyatga kelganda ko'ngli birdinla yayrab, xuddi turmadan ozod bo'lgandek bo'ldi. U qaytib ketadi. U baya o'ltirgan sevetini ko'tarib, qandoq kelgan bo'lsa, shundoq yo'shirin chiqib ketdi. Portda u Abdul Azizni izlab, tepib yeniga bordi. Abdul Aziz uni ko'rib, hayron bo'lib so'radi: "Nima ish bo'ldi? Bu paraxot yana Aleksandriyaga qaytib keladi ekan. Men darhol bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Siz berib Fathi bilan Mahmudga aytib qo'ying", dedi İbrahim pichirlab. İbrahim portdan chiqib, Fathining mashinasiga o'ltirdi. Ular Abdul Aziz bevosita Marselga boradigan paraxot topsin deyishdi. Ammo İbrahim Aleksandriyada qilishga unimadi. Ularning bu yerda tonish bilishlari, xabar yetkazib, soqchilarning ahvolidan xabarlantirib turadigan do'stlari yo'q bo'lg'ashqa, İbrahim Qohiraga ketay, shu yerda yo'shirinish oson, dedi. İbrahim yana ofitser kiyimini kiydi. Mashina uni uyiga opirib qo'ydigandek yana Qohiraga mangdi. Nil qasri ko'chasidan ayrilib chiqqan kona
Birja ko'chasi deb ataladigan ko'chadagi bir binoning ustida bir eg'iz ayrim uy bo'lib, İbrahim Mahmud bilan shu uyda turadigan bo'ldi. Asli İbrahim mushu uyda Abdul Aziz paraxotning xabarini akalguncha tursa bo'ladi. Ammo İbrahim Fransiyada yoki Misrdan boshqa yerlarda hayot kechirolmayman deb qaror qilib, Misrdan ketmaslikni qaror qilib bo'lgan edi. O nişansız, muhabbetsiz, vatansiz, palash odamdek hayot kechirishni xohlamaydi. O Qohirada qoshqin bo'lib yurishni xohlamaydi. Qalbidagi inqilob, g'azab, nafrat uni erkinligini, muhabbatini tortib olganlardan o'ch ilishga undaydi. U doim muhabbatini o'ylaydi. Har doim qalbida vatanparvarlik hissiyoti urg'agan chog'da ko'z oldida Navalning obrazi paydo bo'ladi-da, shirin xiyolga cho'matdi. Ana chaqqong'ina oddiy jihozlangan uy. Naval uning atrofida cho'rgilab yurmoqda. Uning Navalni ko'rgisi kelgan. Bir ikki qatim uchrashishga berib Navalni bir ko'ray degan niyatga kelgan edi. Ammo shu minutlar kelganda u bu niyatidan yondi. İbrahim bu xam xiyollarim mangu amalga oshmaydi deb qarab Navaldan ansiraydi. Navalning umidsizlanishini, o'zidan va ikkisining muhabbatidan umid uzishini orzu qiladi. U Naval uchun bu azob va hasrat yukini o'zi ko'tarishga ming marta rozi edi. U o'z yuragini parchalab uningga bersa beratdiki, hergiz u oliyjanob qizning yuragini dog'lig'usi kelmaydi. İbrahim shu uyda bir necha kunni o'tkazdi. Soqol burutlari o'sib ketdi. Ansizlik va vahima kechalari uningga uyqu bermaydi. U kesal odamdek sarg'ayib, o'riqlabla ketdi. Uzun oq yaktak kiyib olgan, yanchiqida ozroq pul va Naval yozgan bog'oqcha qistirilgan kichikkina Qur'oni Karim bor edi. U oyig'ini tayyor qilib qo'ygan edi. Qechib yurgan odam tasaddibiy ishlarning yuz berib qilishi uchun har doim tayyor turishi lozimda. U qiladigan ishni texi o'ylab bekitmadi. Faqat saptishi Mahmud Arafa bilan Angliya tadqiqot o'rniga bomba etish, kanaldagi Angliya askarlarini yoshirin o'ltirib etish qatorliq harakat planlarini tuzib chiqdi. Ammo bu planlar ijro qilinmadi. Chunki bu planlarni harakatga aylantiradigan qo'l, ya'ni uning qo'li yo'q edi. Bir kuni atdiganda İbrahim Mahmud Arafa bilan o'ltiratdi. Uyga tuyuqsizdilla bir soqchi amaldori kirib keldi. Orqasida puxracha kiyingan ikki soqchi bor edi. İbrahim bu soqchilarning o'zini emas, Mahmudni izlab kelganligini pamlidi-da, neriroq berib turdi. Soqchi amaldori uningga mundaqlarcha qarab qo'ydi. Chunki u bu yigitning İbrahim hamdi ekanligini xiyoliga keltirmagan edi. Mahmud Arafa degan qaysinglar? So'radi soqchi amaldori. Nima qilasizlar? Qaytirib so'radi Mahmud. Soqchi amaldori uni ishtirib etib, ustal oldiga bordi-da, uning kitoblarini oqtirishga boshladi. Puxracha kiyingan ikki soqchi eshikni to'sib turadi. İbrahim ularning diqqat qilmag'inidan foydalanib, ikki soqchining o'ttirsidan itilib chiqdi-da, palampaylardan taqlab degudak pastga tushdi. Tutinglar, uni tez. Soqchilar voqirishib ketdi. Soqchi amaldori Mahmudni qechib ketmasin deb belikidan tutib oldi. İbrahimning putida sapmakash bor edi. Yugurib ketayotganda bir peyi tushib qilib edi. İbrahim yana bir peyni cho'ribatdi. U palampaylardan yalang oyoq tushdi. Orqasidan ikki soqchi qo'g'ladi. Shu yugurgunicha İbrahim ko'chaga chiqdi. Orqasidan ikki soqchining "Ov buzuq unsurni tutinglar" deb vaqirg'ini anglandi. Yo'ldagi kishilar to'xtadi. Bir gazet sotquchi İbrahimning oldini to'smoqchi bo'lib edi. İbrahim, "Men yomon odam emas, ular siyosiy soqchilar" deb vaqirdi. Gazet sotquchi bu gapni anglab darhol yo'l ochdi. Bir kir yog'uchi do'konidan chiqdi. U semiz odam puxracha kiyingan bir soqchining oldini to'sib, qo'liga eslab oldi-da, sipoyilik bilan "Voy apandi, nemish bo'ldi?" dedi. "Qo'limni qo'yib et, o'lgur, oldini to'sima"
deb baqirdi saqchi hozirab turib. Nemish bo'lganligini bizga aytib bermamsiz, dedi kir yug'uchi uni parang'i tutib. Sizga yordam qilamiz emasmi? Av buzuq unsur, mening buzuq unsurni tutinglar. Deganimni anglamadingmi? Deb asabiylarcha vaqirdi saqchi. Kir yug'uchi uning qo'lini qo'yib etmay yana so'radi. Qiziq gap, u odam nima o'g'irlabdi? Menga chaplashib olma, o'zingga paxas bo'l. Ha, siz saqchi ekansiz-da. Qarang sizni, buni balduroq desangiz bo'lmamdi. Qani, marhamat qiling. Saqchi yana qo'g'lab ketdi. Biroq Ibrohim allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Kir yug'uchi kulib qo'yib do'koniga kirib ketdi. Boyiqi gazet sotquchimi yugurib bir saqchining oldiga o'tdi-da, qasdan gazetni chechib etib, chechilib ketgan gazetlarni yiqqan bo'lib, saqchining oldini to'sib oldi. Shuning bilan u saqchimi Ibrohimni yittirib qo'ydi. Ibrohim Nil qasri ko'chasidan o'tib, Azhar maydoniga qarab yugurdi. Orqasidan qo'g'layotgan ovozni anglamasimi yugurdi. Texi pat-pat, "Hey, gapimni anglag'ina, hey og'ina, to'xtag'ina" deb vaqirab qo'ydi. U haqlamini boshqa birini qo'g'lab ketib etibdi deb qolsin degandek qasdan shundoq vaqirab qo'ygan edi. Birozdan keyin yugurishdan to'xtab, tez qadam bilan mangdi. Bir navoiyxonaga kirib, 10 non setib oldi-da, yuzini to'sib ko'tirib mangdi. Yalang oyoq, uchsida uzun yaktak, qo'lida bir muncha non. Ibrohim shu topda bozordan narsa kerak setib olib, qaytib ketayotgan uy xizmatchisiga o'xshashib qolgan edi. U o'tpa maydoni tarafga ketib o'tib o'ylandi. Nega berish kerak? Nega yoshirinadigan ish endi? U Azhar ko'chasiga burilib, bir baqqalning oldida to'xtadi. U baqqaldan ozroq apelsin va banan oldi. Baqqalga mevalarni qog'oz xaltaga qachilab berishni aytdi. Shu oraliqda Fathi Malijiga telefon berib edi. U yo'q bo'lib chiqdi. U meva xaltasini ko'tarib mangan peti Azhar ko'chasining beshiga chiqib, Batiniya ko'chasiga burildi. Ibrohim Qonun institutidagi saboqdoshi va do'sti Abdullah Shuhratni esiga oldi. U vatanparvar yigit bo'lsa-mu, maxfiy guruhiga qatnashmag'ashqa, saqchilarning nazoratidan xoli bo'lishi aniqla edi. Ammo Ibrohim uning uyida bor yo'qligini bilmaydi. Abdullah Shuhrat uyida edi. U hech bir ikkilanmasdan Ibrohimning yoshirinishiga yordamlashmoqchi bo'ldi. Onun shaxsiy uyi 4 qavatlik bir binoda bo'lib, 4-qavatda Azhar universitetining 2 o'quvchisi turadi. Hozir ular yurtiga ketgan. Ochqichini Abdullahga bergan edi. Abdullah Ibrohimni 4-qavatga boshlab chiqdi. Shuning bilan Ibrohim o'quvchilar yotgan uyda turadigan bo'ldi. Ibrohim kech-kunduz uydan chiqmasligi va harakat qilmasligi lozim edi. Bo'lmasa qo'shnilari yondagi uyga odam kiribapti deb gumonlanib qolatdi. Hamma derazalar etib etildi. Abdullah uningga yoshirincha yemak-ichmak akirib berib turdi. Bir necha kun o'tib ketdi. Ibrohim faqat chiday olmadi. Kuch berib turadigan so'g'uq qon nervlari endi uningga bo'ysunmay qoldi. U o'zini ba'zida sarang bo'lib qoladigandek his qiladi. Vaqirab jarqurg'usi, hamma narsani cheqib, pochaq qilib atgisi, odam o'ltirgisi keladi. U kimni o'ltiradi? O'zini qo'g'lab yurgan. Qo'l ostidagilarga uni tutishga buyruq bergan Homman bek bilan kapitan Dabag'ni o'ltiramdi. Yo'q. U ikkisi g'olchilar tabiqasining vakili, Jahongirlar belgilagan siyosatlarni ijro qilguvchi qullar. Burunqidek Angliya olvastilarini o'ltirish kerakmi ya? Nemishki bo'lmaydi ekan. Angliyaliklarga Misrda rohat ko'rsatmaslik kerak. Misrda turadi ekan, ularni har vaqt vasvasaga selib, atigini oqshimiga ko'zi yetmaydigan holga tushirib qo'yish kerak. Ibrohim harakat qilishga qaror qildi. U Fathi Maliji bilan aloqalashdi. Ibrohim, Fathi va Abdullah uchaylan bir necha qatim maxfiy yig'in o'tkazdi. Fathi Ibrohimning harakat qilishiga qat'iy qarshi turdi. U Ibrohim qechib yurgan odam. Qechib yurgan odamning harakati hujumga o'tgan odamning harakatiga o'xshashmaydi.
Agar İbrahim o'zi harakatlanadigan bo'lsa, ikki yurish plan tuzish lozim. Biri uning qechishini qo'g'daydigan plan, yana biri yoshirin o'ltirishni ijro qiladigan plan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, har ikki plan ta'sirga uchraydi, dedi. İbrahim bununla qoyil bo'ldi. Ammo uning harakat qilg'usi kelatdi. U hargiz umr bo'yi chashqonga o'xshash mukib yurib kun o'tkazmaydi. Müküp yürüp kun ötküzelmeydi de. Ola bir plan üstüde arsaldı bulup, bir fikirge kelelmey turgan bir çağda Muhit bilen Abdülhamdinin kolga ilinip azap çekivatqanlıqı, o ikisinin her xil qiyin qıstaqlarga berdaşlıq berip, hiç nersini ıqrar qılmağanlıqını anlaştı. İbrahim özünü besip alalmay, elişip qilishqa tasla qaldı. İbrahim ilgiri nurgun savaqdaşlarının qo'lga ilinib, jazoga tortilganligini ko'rgan. Ammo ular siyosiy harakatlar bilan shug'ullanadigan o'quvchilar bo'lg'ashqa, ularda qo'lga ilinish, jazolanishga nisbatan tayyorlik bor edi. Ammo Muhit siyosiy harakatlarga qatnashmaydigan, tomoshabin qatoridagi odam edi. Demak, xalq degan shu. Xalq İbrahimning yanida, uni deb qiynalmoqda. Muhitni o'ylaganda İbrahimning xalqqa muhabbati oshdi. U xalqqa javob qaytarishi lozim. U Muhitqa, Navalga, Zohir Bovoyga, Tahiya Momayga ularning umidini yerda qo'ymaganligini, ularning o'zini deb tortgan azoblarini unutib qolmaganligini isbotlashi kerak. Shuning bilan İbrahim men qochqin deydigan hissiyotdan qutuldi. U Fathi Malijining fikriga qo'shilmasdan, agar sen men bilan birga harakat qilishni xohlamasang, o'zim yolg'iz harakat qilaman deb tahdid silib edi. Fathi gapida chin turolmadi. Shu kuni kechasi Abbasiya harbiy gazarmasining yanida ular bir Angliya askarini o'ldirib etdi. İbrahim buningga qanoatlanmadi. Uning g'azabi besilmadi. İbrahim hukumatning bu ishni gazetga bosmaydiganligini, soqchilar buning siyosiy xarakterlik odam o'ldirish ekanligini bilib tursimi, buni bulongchilar o'ldirgan deb do'xlat qiladiganligini obdan bilatdi. Balki soqchilar bu ishni İbrahimning qilganligini bilishi mumkin. Chunki buningdimi İbrahim oldingi bir necha qatimliq odam o'ldirishda ishlatgan usul va shakl bilan ish ko'rgan edi. İbrahim bir necha Angliya askarini o'ldirishning hech narsaga dal bo'lmaydiganligini o'ylab qoldi. U cho'ng bir ishni, ya'ni bir Angliya askarini, Angliya g'olchisi bo'lgan bir vazirni o'ldirishdan cho'ng ishni qilish kerak. İbrahim shuni tonib yetdiki, Angliyaliklar Misrni besib olish, Misrga hukmronlik qilishda askarlariga 1-2 yoki 8-10 g'olchilariga emas, asosliqi bir yurish tuzumga, hukmronlik tuzumiga tayinadi. Bu tuzum yuqorida podshohdan tortib, ichki kabinet va parlamentni monopol qilib olgan feodal sinfida markazlik ifodalanadi. Misrni Angliya olvostalaridan, uning g'olchilaridan, zulmatdan, eksploatatsiyadan, nomrodlikdan, hummam, dabag'lardiklardan qutuldirish, ozod qilish, Muhit, Zohir Efendi, Tahiya Momay va boshqa oqko'ngil odamlarni qutuldirish, o'zining xotirjam oila qurib, Naval bilan birga yashashdek shirin xiyolini amalga oshirish uchun cho'qim bu tuzumni og'dirib tashlash kerak. Shularni xiyolidan o'tkazgan İbrahim azaldan o'ylab baxmagan shunchalik oddiy haqiqatni topgandek hayron qoldi. Biroq qanday qilish kerak? Bu tuzumni qanday og'dirdigan gap? Agar uning atrofida 200 nafar jon tikib ilishadigan qurolliq yigit bo'ladigan bo'lsa, İbrahim hokimiyatni tortib olgan bo'ladi. Bu chaqda oldi bilan radio stansiyasini ishg'ol qilib, ondan bosh vazirni o'rtasida qo'rshib oladi. Siyosiy soqchilarning boshliqlarini qo'lga oladi. Hokimiyatni tortib olish ishi mag'lub bo'lgan taqdirdami, bu qurolliq inqilob butun Misrni zilzilaga keltirib, xalqni o'yg'otadi. U 200 nafar qurolliq yoshni qandoq yig'idi? Buningdan avval o'zi ishinadigan 5 nafar odamni tashkillash, ularning har qaysisi o'zlari ishinadigan 5 odamni bir guruhga qilib tashkillashi kerak.
İbrahim təşkilləməkçi bolğan 200 adamның çırayını göz aldığa keltirib baxdı. Ularning orasida universitetdagi savaqdaşlarını, Aleksandriyadagi Abdul Azizni, u tunji qatim odam o'ltirishga manganda pul elishga unamagan kira mashinasi shopirini, ayni qasri doktorxonasidan qechib chiqqanda o'zini ko'rmasga salgan doktorni ko'rgandek bo'ldi. Ishqilib u hayotida uchratgan jimiki chiroylarni ko'rgandek bo'ldi. Ular rəddlik tizilib, onun hükümranlıq tüzümni ağdırıb etishga buyruq qilishini kutib bilinib ketdi. Ularni qandaq qorallandırdıgan ish. Qoral setib olishga ko'p pul ketidi. Bu pulni puldar og'inlari yordam qiladi. U planini aytmasdanla ulardan yordam oladi. İbrahim dərhal işqa kirişməkçi boldu-da, ədisi ətdegəndila Pəthi bilən Abdullah şöhrətni rəğbətləndirib, ularning özlərigə bu planni aytqızdı. Bir neçə gündən keyin Pəthi məlici 5 kişilik bir gruppa təşkil qıldı. İbrahim öydən çıxmısımı, burunqidək zerikməydigan boldu. O planı üstüdə oylanıb, onu işqa aşırış istikida çoğdak yanatdı. Biroq Pəthi təşkil qilgan gruppa bəkmi asta hərəkət qildi. Bunu ko'rib İbrahim yana o'yga patdi. Planidan gumonlanib, təkrar mulohiza orqali oxir yangi bir haqiqatni bilib oldi. İbrahim keng ommaviy asos bo'lmay, jo'shqin fidokorona ruhga ega inqilobiy bazini orqa terak qilmay turib 200 nafar sodiq qurolliq yoshni tashkillayolmaydiganligini his qildi. 200 yosh bilanla inqilob ilib borg'ili bo'lmaydi. Ammo ular inqilobda ma'lum rol o'ynaydi. Ular ketib qolgan sovuq yerda emas, balki qaynam tashqinliq inqilobiy ziminda paydo bo'ladi. Shuning uchun oldi bilan keng ziminda inqilob bo'lishi, xalqning g'azab nafrati palakka yetgan bo'lishi, inqilob o'ti hamma yerda lavuldishi, ishchilar, savdogarlar, xizmatchilar, o'quvchilarda inqilobiy ruh bo'lishi, barliq tashkilot, kollektiv harakatga kelish kerak. Shundoq bo'lganda ondan 200 nafar qurolliq yoshni tashkillab, hukmronlik tuzumni og'dirib o'tkili bo'ladi. Undaqda İbrahim oldi bilan inqilob urqini chechishi, har xil tashkilot, kollektivlarni harakatlantirib, milliy masalani ko'tarib chiqishi, shartnomalarni bekor qilishi, askar chekindirish, xiyonat, cheriklashish, ziyonkashlik qilish, bürokratlik, jahongirlarning g'olchisi qatorliq barliq masalalarni o'ttirg'a chiqarib, xalq ommasini bu haqda so'zlaydigan qilish, ularning saviyasini o'stirishi lozim. İbrahim bu ishlarni o'zi yolg'iz qilib ketolmagachga, inqilobiy tashkilotlar to'g'risidagi xabarlarga diqqat qilishga boshladi. U burunmi maxfiy inqilobiy tashkilotlarning ko'pligini, armiya ichidami, har qaysi tabiqa xalqlari ichidami bir qism tashkilotlar borligini bilatdi. Shunga İbrahim Pəthi bilan Abdullahni avatib, imkon qadar bu tashkilotlar bilan aloqalashib, ularni birlashtirish niyatiga keldi. Shuning bilan u maxfiy tashviq varaqalarining va kitobchilarning muhimligiga, ilg'or gazet jurnallardan va siyosiy krizisdan foydalanishning muhim ahamiyatiga ishonishga boshladi. İbrahim bularni his qilgan bo'lsa-mu, ammo o'zining qorong'u uydan chiqolmay, qoshqun holatga tushib qolganligidan ko'ngli bir qismida bo'lib ketdi. Bundaq turmushga chidamay bek azoblandi. Bu harakatlarda u qandaq rol o'ynaydi? U maxfiy tashkilotlar bilan aloqalashishga borolmasa, namoyishlarga qatnasholmasa, tashviq varaqasi yezib tarqitolmasa, savaqdoshlari kishilar bilan ko'rishib, ularning g'azab nafratini ulg'aytib, ularni inqilob qilishga rag'batlantirolmasa, qandaqmi amaliy rol o'ynab, vatani uchun xizmat qila oladi? İbrahim azoblanib o'zini endi tugabdimi, hech qanday umid qolmabdi deb o'yladi. Chunki qochqundek yashashni xohlamagani bilan uningga qechib yurmakdan boshqa amal yo'qdi. Agar u o'zini ma'lum qilishni,
darga esilishni xohlamasa, onunga qolgan birdan-bir yo'l o'zini o'ltirib olish edi. Ammo u zaif odamlardek o'zini o'ltirib olishni xohlamaydi. Uning biror vatanparvarlik harakat qilg'usi shu orqali keyingilarga barliq yoshlarga ulgu yaratqusi keladi. Hayot mamot bilan hisoblashmaydi. Uning eng ko'ngil bo'ladigani Ravrus inqilob qilish, mushu inqilobning tunji o'qi bo'lishlar edi. Tunji o'q etilgan hamon to'p zambiraklar tang gumburlaydi-da. U tunji o'qim kishilarni o'yg'atsa, ularning ko'zini ro'shanlashtirsa, qizg'inligini urg'utsa deydi. Xalqqa bir odamning vatan uchun qanchalik darajada qurbon beralaydiganligini bildirishni xohlaydi. Albatta, u bir qitimliq harakat bilan to'xtab qolmaydi. U hech narsa bilan hisoblashmay, yo inqilobni qo'zg'ashga, yo inqilob uchun qurbon bo'lish niyatiga kelgan edi. U qizil qinim bilan inqilob bayrog'ini bo'yisam, kishilar qon dog'larimni dastlab olg'a bassa deydi. Mana bu İbrahimning fathi maliji Naval bilan ko'rishib qaytib kelgan chaqdagi oxirgi qaror edi. U sapdoshlarini o'zi bilan billa jon tikib ilishishga harakatlantirish maqsadida Fathiga "Men soqchiga o'zimni ma'lum qilay da'vatman" dedi. "Bu niyatingdan yon" dedi Fathi uningga ayiblagan nazarda qarab. "Shuncha ishlarni oxiri sening soqchiga o'zingni ma'lum qilishing uchun qilmadik. İbrahim ko'zlarimdan ko'nglimdagini bilib qolmasin degandek og'inisidan ko'zini qochirdi va "Undaq bo'lsa, men chashqandek umr bo'yi mukib yuriymanmi?" dedi. "Nemishqa mukibla yuriydi ekansa?" dedi Abdullah Shuhrat. "Mukimisan qanday qilsa, sen yaqinda o'ltirgan Angliya askarining qini, texi qotqini yo'q. Ha, nim bo'pti? Men aran bir Angliya askarini o'ltirdim. Ulardan 10 ni o'ltirsammi, qanchalik ish hal bo'lib ketar?" dedi İbrahim. Rastini aytganda, asli Hommamdaklarni o'ltirsak obdan bo'ladi. Bu davlatda hukmronlik qilayotganlar shular. Un qatdi Fathi. Agar biz Hommamni o'ltirsak, o'rniga uningdanmi yomonroqi chiqadi. Endi tapancha ishlatmayli. Uning roli yo'q, dedi İbrahim beshini ko'tarmay turib. Undaqda ularni kaltak bilan uramdiq, hayron bo'lib so'radi Abdullah Shuhrat. "Hammadan yaxshisi nima?" "Ha, bildim. Cho'ng bir harakat, portlatquch xarakterlik harakat", dedi Fathi. Fathi İbrahimning ilhomidan chora tepishga, chivar bo'lg'ashga, masalan, bomba, portlatquch dora bilan ish ko'rsak demsan, dedi İbrahim Fathining aqliga oprin o'qidi va "Ammo biz portlatquch dorini nerdan topamiz?" dedi. "Uningda cho'ng masala yo'q. Ammo biz uni nimaga ishlatamiz?" dedi Fathi jiddiy holda. "Sen amal qilib narsani top. Bir gap bo'la", dedi İbrahim. Fathi odatda İbrahimdan gap ko'chilamaydi. Shunga o'rnidan turib, "Men u narsalarni topganda sen bilan ko'rishay", dedi. Fathi bilan Abdullah Shuhratmi chiqib ketdi. Qorong'u uyda İbrahim yolg'iz qoldi. 20-bob tugadi.